Giloslarni ham ekyapman, meva qilmayapti degan do'stlarimizga videoni jo'natib beramiz. O'zimizni chaynatayotgandan mana xudo xolasa avgustda paymant bo'lgan. Pindida birinchi yil chiqayotgandan meva qilishyapti. Ko'pchiliklar kimga mana shunaqa sel qolsin, o'zimizni chaynatayotgan giloslar kerak bo'lsa, mana xudo xolasa sizlar uchun biz ko'chatlarni ko'paytirib qo'yyapmiz. Bu yerda 20 ta oshxonamiz bor. Juda zo'r bo'lyapti ko'chatlarimiz. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi do'stlarim. Kimga kerak bo'lsa 88 957 27 27 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizni chaynatadi, istiqbolli kelajagi bor navlardan. Nomerlarimiz 88 957 27 27 yana bir o'tamiz. Xudo xolasa zakaz olishlar boshladik, o'shlar zo'r, hammasini sog'lom. O'zimizni chaynatadigan istiqbolli navlarni paymant qilganman. Kimga kerak bo'lsa, Farg'onalik bog'bon kanaliga a'zo bo'lib olinglar. Kunlik yangiliklarimizni tashlab boramiz. Xudo xolasa juda ko'p navlarimiz bor. Bizga bog'lanaverasizlar, zakaz olishni boshladik. Xudo xolasa gilosdan boqmoqchi bo'lganlar, o'zini chaynatadigan kelajagi bor navlardan ekishlarni tavsiya qilaman. Mana poliyamiz. Ko'chatlarning holati o'ta zo'r mana. Bugungi chislovda aytib o'tamiz 23-aprel sanasida. Mana gilos poliyalarimiz do'stlar. Odatlari o'taydi. Sog' bo'lasizlar. Kanalda bosh uchun talaklarini yemaysizlar.